O'rtoqlar, e'tiborimiz markazida Xitoyda ishlab chiqarilgan Yanvar ZT60 mini ekskavatori. Ekskavatorimizni hosillar bilan qisqacha video obzorni ko'rib chiqamiz birgalikda. Hop, texnikamizning tashqi ko'rinishidan gapiradigan bo'lsak, o'sha koreyskiy do'stlardan olib ishlab chiqarilgan. Bu ekskavatorimizning sof og'irligi 5 tonna 600 bo'ladi. Strelaning maksimal uzunligi 5 metr, maksimal chuqurligi 3,5 metr. Kovush hajmi 0,28 kuban tashkil qiladi. Komplektatsiyasida qaychi, adapter, gidromol, transheynik, planировочный kovushlari bilan birga. Ballonlari ham qimmatidan qo'yilgan. Yo'lda yurishga mo'ljallangan ballonlardan. Задний вид kameralari mavjud. Dvigatellari yaponskiy Yanmar 46,3 kW. Apparat motor solyarka tanlamaydi. Soatiga 3-4 litr расход qiladi. Bu yerda nasos joylashishlari. Reduktor moslarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ularni ham ko'rsatib bo'ladi. Motorlari. Ichki qismini ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ходовой частьlari avtomat коробка gidravlический, тормозной sistemalari gidravlический. Rulli mana ko'rsatib bo'ladi upravleniyalarni. Gaz pedal, tormoz pedal. Bu yerda avtogazlari mavjud. Toshbaqa, quyon. Komfort uchun xullas konteyner, pechka, radio sistemalari ham mavjud. Texnikalarimizning soni cheklangan. Kelib, bemalol shartnoma imzolab olib ketsalar bo'ladi. Tez orada yana to'liq video obzorlarni ham qilib beramiz. Ko'pchilik do'stim bilan yonma-yon solishtirib video qilib bering degan ekan. Tez orada uni qilamiz.